Bugun ko'pchilikka yordam berishim kerak edi. Yo-mayo ishlab charchab ketdim. Kimdir chaqirgandek bo'ldimi yoki menga shunday tuyulyaptimi? Yo-mayo chaqirgandek bo'ldi menimcha. Salom, Brek. Yaxshimisan? Nima qilyapsan bu yerda? Aynan sening uyingning Yaxshi. oldida mana bunday Qanday narsa? qo'rqinchli narsa paydo bo'libdi. Yo-mayo shu yerda-ya? Yo-mayo nimaga aynan meni uyimning oldida? What's up? Bu nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Endi nima qilaman men? Meni uyimda qanday narsa voy. Endi uyga kirib kerakli anjomlarni olishim kerak. Buni bitta tekshirib ko'rmasam bo'lmaydi. Nima bo'lishi mumkin? Balkim xavfli narsadir. Xavfli bo'lsa menga ozor yetkazadi, ammo mening do'stlarimni ogohlantirishga harakat qilaman. Menimcha kiyimimni kiyib bo'ldim, endi esa yo'limni davom ettiraman. Xo'p, qurolni olib bo'lgach, jo'natamiz. Yo-mayo, bu yerda hech narsa yo'q-ku. Yo'q. Nima bu? What's up? Nima bo'ldi bu? Qanday oltin seyf? Uni ichida qandaydir blok, yam-yashil blok, lekin Minecraftga tegishli emas bu blok. Qanday narsa bo'ldi bu? Yo-mayo, bularni buzib yuboraylik, baribir kerak emas. Nima ekan? Bilmadim. Xo'p, bu qishloq merga tegishlimi? Demak, bu yerdagi hamma yo'q merga tegishli. Mana bu seyfni ham olib merga topshirib qo'yishimiz kerak. Xo'p, yaxshi, eshikni ochib, endi esa merning uyiga borishimiz kerak. Merning uyi qaysi tomonda edi? Avval to'xtanglar, o'zimning qurollarimni, narsalarimni mana bu joyga qo'yib qo'yaman. Yaxshi. Seyf kerak bo'ladi. Buni merga topshirishimiz kerak. Yaxshi, endi esa merni uyiga borsammikan yokida yo'qmi? Menimcha bu tomondamidi yoki bu tomondami? Va nihoyat merni uyiga keldim. Trek, Salom mer, yaxshimisiz? Bilyapsiz, hozir bizning davlat qanday narsa qishloqda nima bo'layotganini. Mana bu seyfni olsangiz qani menga yaxshi berchi bo'lardi. Qayoqqa ketyapsiz? Actually, men oling, mana bu seyf. Bu turaversin, Yaxshi, men bo'pti. Unda ketsamikin, men tezroq ketishim kerak keta bo'ldi, men qolay. ketdim. Yaxshi, merga topshirib qo'ydim. Meni uyim oldida edi, esimdan ham chiqarib yuborma, chunki ichimda katta qo'rquv paydo bo'ldi. Nima bo'lganligini bilmadim. Hozir bu yerdagi hamma qishloqlarni ogohlantirishim kerak. Xo'p, birinchi bo'lib ana bu qishloqdan boshlaymiz. Hey qishloqi. Bu yerdan tezroq ket. Bu yerda qanaqadir narsalar bo'lyapti, qo'rqinchli. Tezroq bu yerdan qochib ket, iltimos sendan. Yo-mayo. Hatto vertolyotlar ham keldimi? What's up? O'zi bu yerda nima bo'lyapti? Hayronman. Bitta qishloqni ogohlantirgunimcha shuncha vaqt ketdi. Endi esa 4 ta yoki 5 ta qishloqni ogohlantirdim. Qolgan odamlarni esa ogohlantirishga ulgurmadim. Yo-mayo, qochinglar deyapti. Ratsiyada. Yo-mayo, nimaga xavfli deyapti? Xavflimi shunchalik? Menimcha mana bu uyga kirib olganim yaxshi menimcha. Tezroq kirib olay, juda ham qo'rqib ketyapman. Nimaga hamma qochib ketyapti? Bu yerdan tezroq qoch. Bu yerda maxluqlar juda ham ko'payib ketdi. Men baribir bu yerda qolaman. Men qishlog'imni tashlab keta olmayman. Bu yerda hamma yo'g'im bor, ammo nima desam bo'ladi? Balkim bu yerlar tinchir. Undan ko'ra mana bu uyda tekin o'tirganim yaxshi. Xo'p, nima tovushi? Yo-mayo, qanday maxluq bu? Meni oldimda turibdi. Meni ko'rdimi nima? Qanaqa maxluq bu? Yo-mayo, ketdimi? Ketibdi. Qanaqa maxluq? O'zga sayyoraliklarmi nima? Bizga bostirib kelishdimi? Aslida men bekor buzgan edim. Tezroq bu yerdan qochib ketishim kerak. Yo-mayo, meni uyim, meni narsalarim. Endi nima qilaman? Yo-mayo.